Kitobimizni davom etamiz. Seni sevaman dema, his ettir. Qarzdorsan. Sen uchun o'z yaproqlaridan voz kechishga tayyor bo'lgan moychechak bor ekan, o'zingni nega boshqa chechaklardan izlaysan? Ayollar moychechakka o'xshaydi. Sevilishga imkon bo'lsa ham yaproqlari yulinadi, yo'q bo'lsa ham. Sevishni bilmagan insonlarga ba'zan moychechakning poyasi qoladi. Eng yomoni esa poya uning qo'lida shundayligicha qolish ehtimoli bo'la turib sevishidir. Shunga qaramay sevishdan voz kechmagan erkak o'sha moychechakning boshini tojiga aylantirish ham uddalaydi. Afsuski ba'zi ayollarning ba'zi erkaklarning go'zal qalbga ega ekanligidan xabari yo'q. O'tmishda yer bilan bir bo'lgan ishonchi bu ayolning qulog'iga zirak bo'lib taqilgan va bu zirak endi uni olib yuradigan sumkasi hamda suradigan bo'yog'i bilan uyg'un. Qarshisiga uni chin dildan seva oladigan inson chiqsa ham u zirakni qulog'idan yechishni istamaydi. Men bir ayolni bilardim. Uni qulog'idagi bu zirakni chiqarishga ko'ndirgan edim. Shu qadar go'zal ediki, men bilan. Yanglish e'tiqodlardan, qo'rquvlaridan uzoqlashtirgan edim uni. Jonidan ortiq sevgan insonini yo'qotishdan har bir ayol qo'rqadi. Ba'zilari ishonchini unga ilk bor tottirgan inson otasini yo'qotgan va o'shandayoq barcha erkaklar uchun janoza namozini o'qigan. Men boshqa ayollarni sen bilan aldadim. Men bir finjon tuzli qahva qarzing bor.